Endi oxirgi bosqich 6-bosqich keldik. 6-bosqich bo'lsa, 6-bosqich deb ataladi. Balkim siz buni anglab, psixolog Ahmad Turg'un apandim nima deyotgandi deb qaymqib qolishingiz mumkin. Biz amaliyotda muvaffaqiyat qozonishdagi barliq bosqich bo'lgan 5 bosqichni ko'rib bo'ldik. Bu oxirgisi bir taklifli xolos. Agar siz davomli aralashib o'tadigan odamlaringizning hayotga bo'lgan o'lchami intayin to'g'ri bo'lsa, masalan, ular uchun semizlik normal bo'lsa, agarda sizning badanga bo'lgan o'lchamingiz yuqori bo'lsa, siz bu vaqtda ularning semiz holatini ko'rib yarim bo'lasiz. Biroq ular sizning do'stingiz bo'lganligi uchun siz ularni ayblamaysiz. Ularninkini xato demaysiz, chunki siz ularni yaxshi ko'rsiz. Yan bir tarafdan siz ular bilan doim birga bo'lg'achqa, sizmi ularning odatiga bilib bilmay moslashib qolasiz. Ondan sizmi mush odat bo'yicha ularning g'izolanish odatiga hurmat qilgan asosda sizmi shu xil holatda g'izollanib samlashga boshlaysiz. Demak, ularning o'lchami sizning o'lchamingizni to'g'riltyapti. Aksicha, siz aloqa qilgan odamlarning o'lchami yuqori bo'lsa, masalan, ular badanni sog'lom tutib qolmasdan cheniqish orqali badanning go'zalligiga intayin ahamiyat bersa, bu vaqtda sizmi bilib bilmasdan o'zingizning o'lchamini oshirib borasiz. Ularning o'lchamlari sizning o'lchamingizga ta'sir qilgan bo'ladi. Shunlashqa o'zingizning o'lchamini kuchaytiradigan muhitni tanlang. Bu vaqtda sizning erishmoqchi bo'lgan natijangizga bo'lgan parakkandichilik darajangiz oshib boradi. Biroq esingizda ching tuting. Bir ishni vujudga chiqarish hargizmi anglab qo'yish deganlik emas. Cho'qim qilishingiz kerak. Harakatga kelish uchun o'rningizdan dast turishingiz kerak. Mana endi siz bir muvaffaqiyat sistemasiga erishdingiz. Oxirda bir nuqtani qo'shib qo'yay. Odamdan ayrilib odam bo'lib tura olmaydi. Odamning qimmati odamlar orasida o'lchinadi. Shu sababdan biz keyingi CD plastinkasida hissiy munosabat to'g'riliq to'xtalamiz. Esingizda chim tuting. Har vaqt qaynoq hissiyat bilan yashang.